Hör Uyghur Radiosi. Assalamu alaykum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radiosidan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosidan salam. Hör Uyghur Radiosi 2004-yili marhum kompozitor Al-O'g'li Kurash Kusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni elga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyghur Radiosidan har kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab elga sunmoqchi. Yangi yil quyoshi hammalarga hörlik quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. İnşallah bu yangi yil dillarga rohatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hörlik nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yangi yil yangi bahordan derak bergusi. Inoqlik, ömlik, mehribonlik, g'alaba har bir qarindishimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hörlikka tashna. Ish ömlikda, kuch birlikda degan o'rtoq g'oyada hammamiz birga tirishsak, Uyg'ur hamon bir kun hör bo'ladi. Hör mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga jakalaydi. Hörlik yashasin. Milliy mavjudlikning kapaleti bo'lgan 4 tangdassiz kuch va universal ustunlik. Muhojiratdagilar kimlar? Ularning burchi nima? Nadan do'stin aqlliq dushman yaxshi. Hozir bizga o'zimizdan bakrak o'zgilar yo'l ko'rsatmoqda. Netanyahudan tengir qavatgan Uyg'urlarga tavsiya. Biz davlat quraladik. Ammo uni qo'g'dab qilish uchun kuchlik harbiy kuch bo'lmasa bo'lmaydi. Kuchlik harbiy kuchlar bizning g'alaba mevimizni qo'g'dab qalalaydi. Ammo kuchlik harbiy kuch g'oyat zo'r iqtisodiy kuchga muhtoj. Biz bu kuchni kishilardan ig'ir boj elish bilan hal qilgan bo'lsak, kuchiyish tugul tizla vayron bo'lgan bo'ladi. Sovet ittifoqiga qarab yiqinglar. Iqtisodni erkin qo'yib bermagani uchun shuncha qobil sanoqsiz olimlari turibmi yanla imirilib ketdi. Shuni biz to'xtamay mablag' jalb qildik. Dunyodagi barliq ehtiyojli texnologiya va kashfiyotlarga biz oldin yurish qilib iqtisodiy qimmat yaratdik. Natijada kuchlik iqtisodiy va kuchlik harbiy kuch bizga kuchlik siyosiy kuchni barliq keltirib berdi. Biz mushu kuchlik siyosiy nopuz bilan dunyodagi 100 dan ortiq davlat bilan o'zaro yaqin munosabat o'rnatdik. Xitoy, Hindiston, Qozog'iston va Ozarbayjon qatorliq davlatlarmi Isroiliyaga kelib ketib yurdi. Mushu 3 putliq berikma kuch bizning o'tir sharqdagi ishlarimizning o'ngishli bo'lishiga kapolatlik qilmoqda. Ammo yuqorqi 3 moddiy kuch uzoqqa paylamaydi. Uni cherishdan va qo'ldan kechishdan saqlanish uchun bir ma'naviy kuch bo'lishi kerak. Shundla bu 4 berikma kuchga ega bo'lgan davlat uzoqcha saltanat surib gullayalaydi. Tarixga qarab baqadigan bo'lsak, ko'pincha davlatlar oldi bilan iqtisodiy kuch orqali siyosiy kuch hosil qilib, oxirida yana harbiy kuch barpo qilib mustaqillikni qo'lga olgan. Misrdagi milliy uyg'onish peshvosi Hasan Bannamu iqtisodiy mustaqillik bo'lmay turib, siyosiy mustaqillik bo'lmaydi degan. Uningdan burungi Misr ma'naviy dahisi Mustafa Kamil Abduqodir Ramallamning yaqin do'sti va maslakdoshi edi. Biz yeydiganimizni, kiydiganimizni va boshqa barliq ehtiyojlarimizni o'zimiz ishlayolmay turib, biqindilikdan qutlanmaymiz degan. Eng oxirgi dangliq Misr mutafakkiri Muhammad G'azali muddal mushu nuqtani ko'zda tutib, bir zavod, fabrika qurish, bir masjid qurgan bilan o'xshash savob deb ta'kidlagan. Undaqda Uyg'urning xorligi qachon boshlandi? Uyg'urlar 1649-yildan 1949-yilgacha Mo'ng'ullarning
beshini silab, Manjulaga düşman bo'lib qoldi. Tatar, Qozoq va Qirg'iz qatorliq qipchoqlarning beshini silab, Char Rossiyaga düşman bo'lib qoldi. Barliq mazlum musulmonlarga keng quchoq echib Angliyaning tishig'i tegib qo'ydi. Osman imperiyasi jinida amalga oshirolmagan pan-islamizm va pan-turkizm yuki laylab yurib Uyg'urlarning do'lisiga tushdi. Natijada bu ikki izmdan o'ligida qo'rqadigan Char Rossiya, Angliya va Manjing davlat qatorliq 3 jangir qo'shnisining qo'lida to'limi echinishli holda bo'g'ilib yurib munqarz bo'lib ketdi. Meni yillarcha o'yg'asagan bir hadis bor. Balkim buni bizning ulamolarimiz, olimlarimiz, siyosiyonlarimiz texi ko'rmagandir. Ko'sim texi ma'nisiga yetmagandir. Musulmonlarning qo'lidan tunji bo'lib chiqib ketadigan xalqqa hokimiyatdir. Eng oxirida qo'ldan chiqib ketadigan xalqqa namozdir. Demak, 1759-yil 5-iyul tunji qatim hokimiyatdan ayrilgandan 1949-yil oxir qatim hokimiyatdan ayrilganga qadar so'zilgan 200 yilda hadisdagi birinchi mazmun Uyg'urlarda o'z ifodasini topgan bo'lsa, 1949-yildan 1989-yilgacha qisman kishilarimiz mahrum qoldirilgan ibodat namoz 2017-yildan e'tiboran to'liq ma'ni qilinishi bilan oxirgi xalqqa o'z ifodasini topgan edi. Eng xatarlik bo'lgani Uyg'urlar diniy va milliy kimligidan majburiy kechsimi, yanala irqiy qirg'inchilikdan saqlanib qolanmaganligi. Mana bu hadisni payg'ambarimiz xuddi Uyg'urlarga nasihat, vasiyat va ogohlantirish tariqasida taqdim qilgandek tuyuladi. Yuqorqi hadis menga ba'ayni 1759-yildan 2019-yilgacha bo'lgan Uyg'ur zo'r fojiasidan 1100 yillar oldin ala jiddiy ogohlantirayotgandek tuyg'u berdi. Demak, davlating bo'lsa, hamma narsang bo'ladi. Hozirgi davrda davlating bo'lishi uchun sen boshqa millatdan farqli olaydilikka ega bo'lishing kerak. Uyg'urlar hozirgacha diniy jihatda tungan bilan farqini, milliy jihatda o'zbek bilan bo'lgan farqini aniq bilmagachga, yili Xitoylar tarafidan buyuk Junxo millatining a'zosi qilinish xavfida qolsa, yili nanqibi turk islom dunyosining bir parchasi bo'lishdan neriga borolmayotdi. Oqibat tayoqni Uyg'urlar, alimini yanla Xitoylar, turklar va arablar yeydigan holat o'zgarmadi. 1689-yili G'aldan Qontayjining hayvisi yuqori pallaga yetib, sharqda Manjularni yutib olmoqchi bo'lganda, Qo'rchoq Afaq xo'ja xalqimizni din nomidan dizginlashni kuchaytirish uchun o'rildi falakning charxi, olamni oldi Qontaji. Xudoning taqdiri shundoq, atam qalmoq bilan noji degan qulluq shuarini taqdir qilib ishondirib, xalqimizning milliy ruhini va qarshilik ruhini o'ltirgan bo'lsa, 1789-yil Manjing xonligi vatanimizni idora qilayotgan beglarni shtatlik vanglarga o'zgartib, diniy inovatini siyosiy mansab bilan yo'q qilganini oz deb, iqtisodiy vosita bilan siyosiy g'arazga yetgan. Keyinchi yanla xotirjam bo'lanmay qumul vanglarini Ilg'a, turpan vanglarini Qashqarga yo'tkab, ta'sir doirasidan ayirib tashlagan. Jaholatning obdan bir misoli o'xshashlar Misrda takrorlangan bo'lib, 1798-yili yozda Napoleon Bonaparte Misrga tajovuz qilib kirganda, Misr taraf janggohga Buxoriy degan kitobni birga elib chiqqan. Napoleon ularni taslimnomasini elib chiqqan o'xshaydi deb o'ylab, so'rab ko'rsa, tarjimoni uningga musulmonlar bu kitobga joyga afat kelmaydi, tajovuz qilgan dushman jadisin yeydi deb e'tiqod qilganligini yetkazdi. Bu xil tushuniksiz javobdan qanoat his qilmagan Napoleon urushda g'alaba qilib Misrni ishg'ol qilgandan keyin bu kitobni tarjima qildirib ko'rib, bu kitobdagi mazmunlarning rostla yuqorida deyilgandek xislatga ega ekanligini, ammo musulmonlarning uning ichidagi ta'limotlarga amal qilmasdan,
Әксіше оны асырап тәкшіде сақлыған шәкілвазлықыны көзді тұтып, французша hərbi formasını selib ташлап, бешіғалды сәлі өйгәп, uzun ton kiyib, Azhar camisini remonat qilib, avamның көңілini ұтыш үшін davamlıq. Mən Xuda sizlərə əvətgən qutquzğucu Məhdi. Sizlərni türklərinin zulmüdən qutquzu üçün Xuda məni əvətdi deb aldab, o da 2 yılğa yaxın azğını əskər bilan Misirni qolda tutub turğan. Matitay 1914 yılı Qashqar shahriga titay bo'lib tayinlangandimi, o'xshashla harbiy forma o'rniga salla yo'gab, uzun to'n kiyib, avomga ta'sirlik nutq so'zlab, tarim vadisini saq 10 yil ozg'ina apyunkash askarlar bilan tutib turalagan. Matitay Qashqarning o'z zamonidagi mo'tavarlarini tamoman qiltaqqa elish uchun bu ziyofat zalida so'zini davomlashtirib, yana shundoq deydi. Mən 3 xil işini qılmaqçımın. Birinci, məscid yasayman. İkinci, kövrük salaman. Üçüncü, çöl bayavan benam yerlərə daraxt tikib, puxralağa asan buluş üçün tügmən soqalarını qurub çıxıman. Bu sözlərni anlığan yuqarı əməllik alvan yasaq çapqıçılarının gülqaqalar ecilib, bizlər həmmimiz özlərinin bu uluq dana hərəkətlərə bütün gücümüz bilan yardımda bolumuz deb vədə qilishdi. Əsərdə bayan qilinishicha, Matitayning ziyofatiga daxil bo'lgan Qashqarning kattalar ziyofatdan qaytquch o'zara Matitay nihoyat yaxshi mansabdor ekan, Qashqar viloyatiga mushundaq amaldorning kelishi nihoyat yaxshi ish bo'ldi deyishib ketdi. Ammo uzun o'tmay Matitay ularga ko'rgilgini ko'rsatdi. Zozungtang davrida yerlik beklar bekor qilinib, Аққун Xitoylar cho'ng huquq tutishga boshlagan, ammo unumi yaxshi bo'lmay qilib 1900-yildan keyin Yunnan qatorliq joylardan Tungal militarislarni taklif qilib ishlatib unum qozongan. Chunki Tungallar musulmon bo'lg'achqa jaholat pirlari nodon xalqimizning engiga podshohga itoat qilish farz degan qulluq ruhini yana din nomidan singdirgan. Xalqimizning Oda 2 asr to'xtamay singdirilgan xato va burmalangan fikrlarning ta'sirida 1912-yildan 1924-yilgacha cho'ng Ahun Mafushin tulum chashqan Matitayning 1924-yildan 1933-yilgacha kichik Ahun Mashawu o'ruq chashqan Madotayning hukmronligiga rozi bo'lib, eng altın tarihi fursatni qo'ldan berib qo'ygan. Chunki bu chaqda Stalin texi 1921-yili qo'zg'algan basmachilar harakatini bostirib bo'lolmagan edi. Angliya 1924-yili qo'zg'algan zo'r qo'zg'aloqni bostirish bilan aldirash edi. Hech qaysi qo'l tiqishga ulgurolmaydi. Ammo dal ana shu xalqiliq 1924-yili 14-avgust kuni Saidiya sultanati gumron bo'lib, jaholat va asorat ostida 300 yil xo'rlangan xalqni uyg'otib, yangi asrdagi ilg'or millatlarga yetishib olish harakatini xilla utuqliq elib berayotgan yetuk ma'naviy dahi Sovet va ingliz konsullarining kuch ko'rtishi, Shabdul Damalidek ishchi qo'tur hasadxo'rlarning qo'llashi, Ömerbaydek ochko'z baylarning qotil yollashi va nadan bir talvining ijro qilishida qasdlab yo'q qilingan. Natijada 9 yil kechikib ketgan milliy mustaqillik inqilobi amdil g'alaba qilib, Qashqarda 1933-yili tunji jumhuriyatimiz qurilganda allaburun qaddini o'slavagan Stalin tungan bandit Ma Zedongning qo'li bilan 84 kundan keyin Qashqardagi hokimiyatni munqarz qilgan. Uningdan keyin xo'rliq texmi kuchaygan. 1930-yillari Sun Yat-senning suratiga ta'zim qilishga majburlangan xalqimiz 1937-yildan boshlab Stalin bilan Shinjitsay jallatning suratiga ta'zim qilishga majbur bo'lgan. 1949-yilgacha janubdagi 7 viloyat xalq komendantga sadoqat ko'rsatishga majburlangan bo'lsa, 1949-yildan keyin Maoning suratiga cho'qinishga majburlanganligini oz deb o'zining qimmat qarashlarini va mo'tavarlarini o'zlari dafsanda qilishga majburlandi.
Bulubmu, yaqinqi 70 yilda tartqan xorluq tarixdan buyanqi barliq xorluqlardan eshib ketdim. 100 yil burun vatanimizda ziyarati bo'lgan Tatar Noshirvan Yavshufmu bu aqda qattiq kayigan. Ammo Uyg'ur xalqining iqtisodiy kuchi yaqinqi 3 asrdan beri ya nafsaniyatchi qarqosoqlar burun talay buzuqchiliklarni qilib hozir Xitoyga yem bo'lib ketgan bir qism qaqshatquchilarga o'xshash ya ishg'olchi hokimiyatga sodiq qolchilar, har xil vanglar, Umarbayga o'xshash milliy munofiqlar va yoki dushman bir qo'lliq samratgan sadoqatmanlar, qo'rchoq amaldorlarning yiqillari va biyos jamoatlarining changilida bo'lib kelgachga ularning pulining xalqimizga qilch foydasi tegmagan. 1830-yillarda Yakandagi ochko'z boy Rustam amballiqni pulga setib olib, xalqimizni qon jig'iltib yurib, hajlagan pulini hassa qatlab olgan. 1900-yillari Qumul vangi Shamaqsud Qumuldagi Uyg'ur xalqidan sho'rab topgan harom pullarni tartiq qilish orqali Manching urusida yuqori shuhrat topgan. 1920-yillari Umarboy Qashqar, Xotan va Aqsuning bojlarini Yangzingshinga biraqli to'lab, orqadan o'zi xalqdan haslab yig'ib tiqilib ketgan. Abduqodir Damolla Marib uchun iyana so'rasa 5 tillomi bermagan. Tunji Cumhuriyet qurilganda rahbarlar chiroyli gap qilib erishalmagan pullarga shingshilsay 1937-yili Umarboyni o'ltirib musodara qilingan hisobsiz boyliqlar bilan Stalindan qarz olgan 5 million rubli oltinni to'lagan. 1949-yildan keyingi ifloslarni demayli qo'yaylik. Yetim millatining haqqini yevilib, ularni abadiy xorliqda qoldirish uchun to'p qo'shqanlarga Qur'on Karim mundaq hukm qilib o'tgan. Zulm qilib yetimlarning mol-mulkini nahaq yevalganlar shubhasiz qo'rsqiga qiyomat kuni yenib turadigan o'tni yevalgan bo'ladi. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kiradi. Sura Nisa 10-oyat. Har holda xalqimiz ichida Xotan Shohi Habibullah Mufti Hojiga o'xshash, Musobaylarga o'xshash az sondagi xalqdan shulib olmaydigan, ularning haqqiga chang solmaydigan, ishg'olchi hokimiyat bilan birlashib xalqning qinini sho'rmaydigan, balki xalqning istiqboli uchun harakat qilgan az sondagi vatanparvar boylarning uzilib qolmay davom qilishi bilan xalqimiz har holda yangi asrga o'lisha olgan. Ammo keyingi boylar millatning g'amidan ko'proq shaxsiy g'amiga bakrak ahamiyat berganni oz deb, bara-bara o'zini xalqdan ayirib qaraydigan xohish avjab ketgachga, oqibat pulni tepishni bilgan bilan qandoq hajlashni bilmaydigan qarqosoq boylar pullari bilan qo'shilib yevetildi. Banditlar xalqning qinini o'zlari bevosita sho'rmay, ana shularga sho'rat quzib, bir chalmada netchi paxtak so'qdi. Keyinchi ularni yo'qotish shuncha oson bo'ldi. Chunki Aranı buzuş hilisi natijasida xalq va boylarning orasidagi hang cho'ngib ketgan edi. Shun ularning yo'qolishi shuncha oson bo'ldi. Bu qaroqchilikning yangi usuli bo'lsa kerak. Islom dinida qiyomat kundagi hisobda eng burun ig'ir so'roqqa tortilgan 3 turli kishilar, olimlar, boylar va jangchilar bo'lib, bu 3 xil odam yuqorida Netanyahu kuchib tashviq qilgan 4 xil yemirilmas kuchga vakillik qiladigan kishilardir. Diniy olimlar va ma'naviy dohiylar shu millatning ma'naviy kuchiga vakillik qilsa, ularning ichidagi dunyoviy fanlarda xalqaro munosabatda pishgan olimlar shu millatning siyosiy kuchiga vakillik qiladi. Baylar shu millatning iqtisodiy kuchiga vakillik qilsa, jangchilar shu millatning harbiy kuchiga vakillik qiladi. Endi qarab boqaylik. Uyg'urlarning yuqoriga 4 xil kuchiga vakillik qilishlar hozir zodi qayerda, nimish qilyotidi? Diniy zotlari halokat oldidagi umidsiz xalqni o'ziga xos usulda yetaklamasdan, aksicha arablar o'zining realligi asosida tuzib chiqqan yo'l xaritasini uyg'urchaga tarjima qilibla xalqimizga sunishdan boshqaga yaramayotidi. Natijada Saudiyni do'rg'anlar bilan Misrni do'rg'anlar, arabcha an'anaviy yo'lni do'rg'anlar bilan yangilikchilar orasida bir maydon kofirga chiqarish eg'iz urishi portlab,
azoblari yetib ochgan xalqimizdan texmi qaymoq turib yurayotidu. Dini zot deb atilib olib, na o'ziga, na xalqiga foydasi yetmaganlarga qarata Qur'on Karim shundoq baho bergan va hukm qilgan. Shak shubhisizki, jin va insonlarning nurg'unlarini do'zaxga yiqiliq bo'lish uchun yaratdik. Ular dillari bo'lgani bilanmi, u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lgan bilanmi, u orqali Allohning qudratining oyatlarini, dalillarini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'lgani bilanmi, u orqali Allohning oyatlaridan ibrat olib ting'shimaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondan battar gumrohdir. Ana shular g'ofillardir. Sura Araf 179-oyat. Boylarga kelsak, eng ehtiyojli zamonlarda yanada xalqdan o'zini qochirib yurayotgani na oz deb, texicha esl mashinasi bilan oshxonaga kunda kelib tayyor tomoq yeb qaytishdan boshqa ishga yaramayotdi. Har holda osondagi millat uchun yang turib dag'dug'i chiqarmay ish boshlaganlardan sirt. Mundaq mal'ullardan qotandagi qo'y kala yaxshi emasmi? Nimali degan bilan bo'dab baqqan qo'yni boshqa kun tushganda ya so'yib yegili bo'ladi, ya setib hajligili bo'ladi. Ammo mundaq ziminga yuk xalqi ofat eshaklarni ya yegili, ya sotqili bo'lmaydi. Balkim bularning o'ligi mangu chet elda qilib tuzib tugaydi. Chunki xalqimiz keyincha kimning haqiqiy millat uchun xizmat qilganini unutib qolmaydi. Bosh ko'targan hamon ularning jasadlarini vataniga olib dafn qiladi. Xalqliq paytda xalqning mavjudligi uchun pul sarf qilmagan bexil kishilarga Alloh taolo tövendikidek hukm chiqargan. Oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaganlarga do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergan. O kunda, yana qiyomat kunda, u oltin kumushlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonlari, yonlari, dumbillari dag'ilindi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun chiqqan oltin kumushinglar, sizlar bu dunyolaringlardagi Allohning haqqini ado qilmadinglar. Chiqqan oltin kumushinglarning vabolini tetinglar deyiladi. Sura Tavba 34-35-oyat. Mustamlikadan qutulish yo'lida pul chiqargan kishilar bilan ozod bo'lgandan keyin ondan pul chiqarganlarning farqi haqida ochiq bir oyat bor. Nemishqa sizlar Allohning yo'lida pul mol sarf qilmaysizlar. Osmonlarning va zaminning mirosi Allohga xosdir. Sizlardan Makka fath qilinishdan ilgari pul mol sarf qilganlar va Rasululloh bilan birlikda turib dushmanlar bilan urushganlar, Makka fath qilingandan keyin pul mol nafiqa qilganlar va urushganlar bir-biri bilan barobar emas. Ana shularning darajasi Makka fath qilingandan keyin nafiqa qilingan va urushganlarning darajasidan cho'ngdir. Ularning har biriga Alloh jannatni va'da qildi. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglardan xabardordir. Sura Hadid 10-oyat. Kimki Allohga qarzi hasana beradigan, ya'ni Allohning roziligini tilab uning yo'lida pul mol sarf qiladigan, Alloh uningga hasilab qaytirdi. Uningga cho'ng savob berdi. Sura Hadid 11-oyat. Jangchilarga kelsak, ularni arabcha mujohid degan hamon kallaga avtomatik holda arab jangollaridagi qurolliqlar keladi. Ammo bizdek mamatliq paytda turayotgan bir millat uchun yoki ayol demasdan beshiga kelgan har bir Uyg'ur, yeshiga yetgan har bir Uyg'ur farzandi bir erkinlik jangchisi bo'lib hisoblandi. Mundaq qilib aytganda, muhojiratdagi barliq kindiq vatanga to'kilgan yoki chet elda to'kilgan bo'lsa-mu, ona vataniga bo'lgan muhabbati yo'qolmagan barliq shaxslar jangchilarning o'zidir. Mayli u qaysi millatdan bo'lgan bo'lsin, qaysi dinga e'tiqod qilsin, ular jangchidir. Yetakchisi yo'q padalarga aylanib qolganlarni zerak qassoblar bog'u boston manzirlik odam qassobxonalarda so'yib tugataydi. Ammo boshqa fidoilar va bo'lg'usi jangchilar nima qilyapti? Urush uchun oldin tayyorlik qilish zarurdir. Tayyorlik yolg'iz qurol bilan bo'lmaydi. Qo'lga qurol ilishdan burun talay salohiyatlarni hozirlash kerak. Bizda har ishni dal vaqtida qilish ruhi yo'q deyarlik. Hozir o'qu, bilim ol, o'ylan, tafakkur qil,
ruhiyani kuchayt desa, gap anglamay, cho'ng ish bo'lsa qilaman, kichik ishni yaratmayman deb o'ltirib, vaqti kelganda safarbarlik qilsa, qanchalik shaxs shu hamon ovoz qo'shib harakatga o'talaydi. O'ylanayli. O'zimizni obdan dangsab baqayli. Kichikina Xitoy virusi tufayli qanchalik alaqsada bo'lib ketdik. Jon tatliqmi ekan? Acaba bizning jinimiz vatandagi behuda badal to'layotgan xalqimizning jinidimi tatliqmi ekan? Hozirgi uyga solinish mazgili ya taslim bo'lish, ya harakatga o'tish oldidagi bir kichik psixikasini elib boradigan yaxshi fursat. O'zingizni dangsab beqing. Har holda o'zingizni e'tirof qilganingiz keyincha nurg'un ishlarni buzib qo'ymasligingiz va oqsatmasligingiz uchun foydali. Millatga biror foydali ish qilib beralmasimi, ziyon solmaslik mayli deydigan tuvan saviyadagi ongda yashayapmiz. Ammo hech qisi yo'q. Tömürni tavlamag'icha po'latga aylanmas degandek, ömürni va o'zini tavlamag'icha bu millatning loyiqlik a'zosi bo'lish tas. Bo'layotgan ofatlar va qiyinchiliklar bizni texmi qaysar qilgandan sir, mundaq ishlarni hal qilish yo'lini tepib chiqishga turtki bo'ladi. Biz hozir barliq hal qilish choralarining oqmaydiganligini, faqat Xudo bergan voz kechilmas haqqimiz bo'lgan milliy mustaqillik va abadiy hurlik chorasida bizni saqlab qoladigan birdan-bir yo'l ekanligini to'liq tunib yetdik. Endi shu tonish bo'yicha harakat qilishli qilib qoldik. Hadislar din so'zlaydigan, o'zini molla, o'zgini cho'lta sanaydigan avliyolar, o'zini haqiqiy musulmon deb e'tirof qilgan har qanday sabdosh va qarindosh bu haqda obdan o'ylanib beqishi lozim. Chunki islom ta'limotlariga qaraganda yuqorqi 3 muhim soha kishilari bo'lgan olimlar, boylar va jangchilar qatlami muhojiratdagi barliq xalqimizni o'z ichiga olalaydigan bo'lib, qiyomatdagi tunji qitimliq eng qattiq hisob kitob shular haqida bo'ladi ekan. Albatta, bu dunyoda eng qattiq va inchga savol so'roq shular haqida bo'lishi kerak. Mundaq bo'lganda o'zini, vatanini va xalqiga qarzdor, ular oldida gunohkor sifatida qarab harakat qilmay, aksicha o'zini tövbekor, nijotkor, kelajakdagi hokimiyatning bosh sekretarlari deb qarab olgan nomussiz insonlar aqlini tepish kerak. Elning ko'zi ellik. Sen vaqirab turib kunda e'lon bermasangmi, xalqimiz haqiqiy vatan uchun borlig'ini beg'ishlayotganlarni obdan biladi. Aldamchilarni texim obdan biladi. Bu bir qatimliq oxirgi tepilmas oltin fursat. Bu fursatdan niyatini, o'zini, so'zini va harakatini pokizlayolmaganlar bu dunyoda va u dunyoda tegishli jazosini tatadi. Netanyahu rastapdi. Olimlar, baylar va erkinlik jangchilari uyqumizni ochayli. Ish egisini topsun, vatan uchun pul topayli. Topolmasak, topqanlarni qo'llayli. Vatan uchun bilim olayli. Qo'limizdagi barcha moddiy va ma'naviy kuchimizni xalqimizning mavjudligi uchun dasmaya qilayli. Ergi bir navbat, yergi bir navbat. Navbat bizga kelganda charchab yiqilmay, teximi ching turayli. G'alaba faqat oxirgi qadar chidiyonlarga mansub bo'ladi. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.